Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida 2026-2027 o'quv yili uchun magistratura ta'lim dasturlariga qabul boshlangani yuzasidan brifing. Hurmatli fuqarolar va davlat xizmatchilari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida 2026-2027 o'quv yili uchun magistratura ta'lim dasturlariga qabul boshlangani ma'lum qilinadi. Qabul quyidagi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi. Ishlab chiqarishdan ajralgan holda hamda ishlab chiqarishdan ajralmagan holda kechki va masofaviy ta'lim shakllarida. Birinchi tartib davlat buyurtmasi shaklida bo'lib, unda davlat granti hamda to'lov kontrakti asosida o'qish istagini bildirgan davlat xizmatchilarining hujjatlari boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan shakllantiriladi. Ikkinchi tartibda esa ochiq tanlov shaklida bo'lib, unga ko'ra faqat to'lov kontrakti asosida amalga oshiriladi. Ta'lim olish istagini bildirgan nomzodlar arizalarini mustaqil ravishda akademiyaning rasmiy veb-sayti qabul.dsb.uz onlayn platformasi orqali hujjat yuborishlari mumkin bo'ladi. Muhim ma'lumot: nomzodlar kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo'lishlari lozim. Batafsil ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-maydagi 78-sonli farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-avgustdagi 541-sonli qarori orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. 2026-2027 o'quv yilida quyidagi 5 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha qabul amalga oshiriladi. Birinchi yo'nalish davlat boshqaruvi, ikkinchi hududlarni kompleks rivojlantirish, uchinchi inson resurslarini rivojlantirish, to'rtinchi davlat siyosati hamda beshinchi yo'nalish davlat moliyasini boshqarish. Qabul imtihonlari 2 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich test sinovi, ikkinchi bosqich suhbat. Test sinovlari bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan ishlab chiqiladi va baholanadi. 0B2 va undan yuqori darajadagi muqobil xalqaro sertifikatga ega bo'lgan nomzodlar xorijiy til bo'yicha test sinovidan ozod qilinadi hamda ushbu yo'nalish bo'yicha maksimal ball bilan baholanadi. Test bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar ikkinchi bosqich, ya'ni suhbat jarayoniga taklif etiladi. Suhbat bosqichi esa akademiya hamda sohaviy mustaqil ekspertlar tomonidan o'tkaziladi. Mazkur tizim qabul jarayonining xolisligi, ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Barcha davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida tahsil olish istagini bildirgan nomzodlarga omad, kuchli bilim va muvaffaqiyatlar tilaymiz.